Biz studiyaga qaytdik, mehmonlarimiz bilan suhbatda davom etamiz. Hozir e'tiboringizni bitta muhim masalaga qaratmoqchimiz. Buning uchun studiyamizga allaqachon mehmonimiz yetib kelganlar, ularni suhbatni boshlashdan oldin tanishtirib o'taman. Muhsiddin Nizomiddinov, Xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashi deputati. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Eng avval yurtdoshlarimiz bilan salomlashib olishingiz mumkin, marhamat. Assalomu alaykum. Meni ko'rib turgan yurtdoshlarimiz, yoshlarimiz, shuningdek Toshkent viloyatining barcha tanishlarimizga alangali salom qilamiz. Salomat bo'ling deymiz. Mana bugun qaysidir ma'noda choyni tug'ilgan kuni ekan Muhsiddin aka. Mana shu shifobaxsh xushbo'y choylardan iste'mol qilishingiz mumkin. Suhbatga yanada o'sha kuch qo'shadi desam bo'ladi. Choy tomoqlarni qo'llab davom etamiz suhbatda. O'zi deputatlar bilan xalq muammolari haqida gaplashiladi odatda. Bugungi mavzuyimiz ham xalqning muammosi. Kelajakda bizni kutib turgan o'sha xavf-xatarlarni oldini olish uchun hozirdan tashlanish kerak bo'lgan dadil qadam haqida, ya'ni yomg'ir suvlaridan oqilona foydalanish bo'yicha. Bu bo'yicha bugungi kunda siz qanaqa bir ishlarni ilgari suryapsiz? O'zi dolzarbligi qanday mana shu mavzuni? To'g'ri aytasiz. O'zi biz mana 2025-yil boshida shu viloyat deputati sifatida faoliyatimizni boshlaganimizdan keyin, albatta bundan oldin men tuman deputati bo'lganman va viloyat deputati bo'lganimizdan keyin bizni saylovchilarimiz yanada ko'paydi. Hududlarimiz ko'paygandan keyin biz albatta o'zi belgilangan vaqtlarda saylovchilar bilan uchrashamiz. Aynan o'sha paytda bir saylovchilardan muammo desa ham bo'ladi, bir e'tirozli taklif sifatida chiqqan, ya'ni ichimlik suvi bo'yicha muammoli takliflar bildirgan va shu narsa juda ko'p aholimizda, juda ko'p saylovchilarimizni qiynagan bo'lgani uchun qanday qilib bunga yechim bersak bo'ladi, ya'ni toza ichimlik suvini yetkazib berish va toza ichimlik suvini tejash maqsadida deganimizdan keyin mana shu narsani ko'rdi va shu 2025-yilda boshlaganmiz. Birinchi navbatda aynan o'tgan davrlar mobaynida O'zbekistonimizda qancha yomg'ir va qorlar yog'ib o'tdi, bu haqida ma'lumot yig'ishdan boshlaganmiz birinchi loyihamiz va shu 2025-yil oxirida keldik, ya'ni O'zbekiston bo'yicha eng ko'p yomg'ir yog'gan hudud bu Jizzax viloyatiga to'g'ri keladi va yil davomida 86 kun yomg'ir yog'gan. Shu qatorda mana 2026-yil 1-yanvardan boshlab mana bugungi kungacha O'zbekistonimizda hozir ham yomg'ir yog'ib turibdi, 45-yomg'ir yog'moqda. Ya'ni shu narsani men qanday ma'noda ko'rsam bo'ladi? Mana jumlalikdan suv oqib turganda behudaga sarflayotgan bo'lsa, mana bu yomg'ir suvimiz ham shu tarnovlarimizdan oqib turganda xuddi bir samarasiz foydalangandek nazarda tuyuladi va foydalanayotgan resurs sifatida men yomg'ir suviga qarash boshlaganmiz va 1 yil davomida barcha sohalarga, barcha yo'nalishlarga kirib chiqamiz. Bu qonunchilik bo'ladimi, bu xorij tajribasi bo'ladimi, uni to'plash va qayta ishlash bo'yicha bo'ladimi yoki ana shu soha bo'yicha ilmiy ish qilgan yoki shu sohada ta'lim tarbiya olgan ustozlardan, mutaxassislardan fikrlar yig'ib mana bugungi kungacha yetib keldik va aynan Toshkent viloyatida mana buni Parkent tajribasi sifatida Parkent tumanida yomg'ir suvini to'plab undan samarali foydalanish bo'yicha bir loyihani boshlaganmiz va qurilma qilganmiz va bugungi kunda bu narsa bir o'zini bir yaxshi natijasini berib kelmoqda. Hozir jurnalni ham ko'rib turibmiz. Bu qachongi va nima ma'lumotlar bor ichida? Shu bo'yicha ham tanishtirib ketsangiz. Bu jurnal mana albatta bir yomg'ir suvlar haqida boshlaganimizdan keyin birinchi bo'lib shu ommaviy axborot vositalarida biz o'zimizni kichik fikrlarimizni, nuqtai nazarlarimizni bayon etganimizda birinchi bo'lib Suv xo'jaligi vazirligidan taklif bilan chiqdi. Keling shu loyihangiz haqida batafsil vazirlikda o'tirib kelishib gaplashib olamiz dedi va u yerga borganimizda o'zini aynan shu yomg'ir suvini ommalashtirish, aholimiz o'rtasida targ'ib va tashviqot ishlarini amalga oshirish uchun bizga yaqindan yordam berishni boshlagan. Shu qatori O'zbekistonning suv ta'minoti ham ana bu loyihamizni qo'llab-quvvatlab, ular ham bir yaxshi taklif bilan chiqdi va 2026-yil aynan 25-26 mart kunlari Toshkentda suv haftaligi o'tkazildi. Shu suv haftaligi doirasida xalqaro suv forumi ham bo'lib o'tdi. Bunga Toshkent shahri mezbonlik qildi. Ana shu forum doirasida maqolalarimiz ham e'lon qildi. Aynan men o'sha yomg'ir suvlaridan foyda yig'ish va ulardan samarali foydalanish bo'yicha o'zimning loyiham bilan ishtirok etdim va shu loyiham asosida maqola qilib mana 3 ta tilda chop etildi. Ya'ni buni bosh hamkor desa bo'ladi, tashkilotchisi bu suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati hisoblanadi va bu jurnalimiz bugungi kunda 80 dan oshiq davlatlarga yuborilgan. Shu qatori mana bu jurnalimizda maqolamizni boshlaganimizdan keyin bizga qiziqish bildirgan qo'shni davlatlarimiz ham bo'ldi. Albatta birinchi navbatda bizga eng ko'p qiziqish bildirgan va taklif bilan chiqqan bu Tojikiston davlati bilan Qirg'iziston davlati bo'ldi. Chunki ular shunday o'zini taqdimoti ma'ruzasida eshitdik, bizda suvlarimiz o'zimizga yetarli darajada, ya'ni bizda tog' va tog' oldi hududlarimiz bo'lgani uchun, daryolarimiz bo'lgani uchun, yaxshi qor, yaxshi yomg'ir yog'ganligi uchun bizda suvimiz bor edi. Mana sizlarda deydi irrigatsiya instituti bor edi. Shu qatori aynan suv sohasi bo'yicha yetakchi mutaxassislar bor. Ana keling sizlardagi bilimni, tajribani
bizdagi suvni o'rtada hamkorlikni amalga oshirsak, yaxshi bir qo'shnichilik an'analarini davom ettirgan holatda suvdan ham oqilona foydalanamiz dedi. Endi bu narsaga zaminni davlatimiz rahbari yaratib berdi. Chunki shu prezidentlik kirishgandan ilk kundan boshlab birinchi qilgan ishlardan bittasi bu albatta qo'shni davlatlarimiz bilan yaxshi do'stona munosabatdan boshlagan. Ana shu nuqtai nazardan kelib chiqib turib, o'shani samarasi natijasida bugungi kunda mana shu Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan delegatlar, aynan suv sohasi bo'yicha mutaxassislar bizga o'zini hamkorlik, ya'ni o'zidagi suvni bizdagi ta'lim tajriba bilan, bilim bilan uyg'unlashtirgan holatda yaxshi foydalanish bo'yicha o'zini takliflarini berib o'tdi. O'zi davlat tomonidan hozir mana aytdingiz, dadil qadamlar haqiqatdan tashlanyapti. O'zi fuqarolar ham oxirgi yillarda suv tanqisligi, mana ekologiya bilan bog'liq muammolarga jiddiy qarashni boshlashdi. Faqat yomg'ir suvlarini ichimlik suvi sifatida foydalanish deyishsa biroz noto'g'ri xayollar bor. Masalan, meni shaxsan o'zim eshitganman, mana suhbat orasida aytishadiki, yomg'ir suvidan qanaqa foydalanish mumkin? Havoda chang bo'ladigan bo'lsa, uni yuvib tushgandan keyin baribir tuproqqa ham zarar yetadi degan fikrlar bor. Uni tarkibida tuz bo'lmaydimi degan shubha gumonlar bo'ladi-da. Shu bo'yicha ham ma'lumot berib ketsangiz, mana qanday qilib biz ichimlik suvi sifatida yomg'irdan foydalanamiz mumkinmi o'zi? Birinchi navbatda mana bilamiz, shu qurg'oqchilik, yomg'irchilik mavsumi tugagandan keyin yomg'irlik mavsumi boshlanganda shu birinchi, ikkinchi, uchinchi marta yog'gan yomg'irlar o'z to'g'ridan to'g'ri shu tomlarimiz orqali yerlarga yuvilib tozalanadi, ya'ni changlardan, g'uborlardan tozalagandan keyin keyingisini olib biz bemalol saqlab ishlasak bo'ladi. Bu narsani birinchi navbatda hozir biz texnik suv sifatida ishlatishni tavsiya qilmoqdamiz, taklif qilmoqmiz, ya'ni ichimlik suv sifatida. Endi texnik suv sifatida nimalar kiradi? Bugungi kunda bilamiz, bizlar kundalik turmush tarzimizda foydalangan shu avtomashinamizni yuvish bo'ladimi, xonadonlarimizni yuvish bo'ladimi, mana oddiy tilda aytganda kir yuvish bo'ladimi, yoki qo'limizni yuvish, yoki bog'larimizni, yoki ekinlarimizni sug'orishda to'g'ridan to'g'ri mana shu yomg'ir suvlari, qor suvlaridan foydalanish bir maqsadga muvofiq bo'ladi. Aynan shu yomg'ir suvlarini to'plab boyaga texnik suv sifatida ishlatgan paytimizda biz to'g'ridan to'g'ri ichimlik suvini tejashga olib kelamiz. Endi bu narsani to'xtaladigan bo'lsak, ozgina tarixga nazar soladigan bo'lsak, bu narsa o'zi oldindan ilgaridan bizda bo'lgan, mavjud bo'lgan, ya'ni qadriyat bo'lgan, ya'ni yomg'ir suvlarini bizda shu dodalarimiz, buvilarimiz o'zi yomg'ir suvlarini maxsus idishlagan, oddiy chelaklarda to'plab turib uni kir yuvgan yoki mollariga bergan yoki daraxt sug'organ. Bu oldindan bizda qadriyat sifatida shakllangan va faqat biz endi buni zamonaviy ko'rinishda qilib, maxsus quvurlar orqali, ya'ni endi asosan hozir so'zlar ruscha, inglizcha so'z bo'ladi, ya'ni sliplar orqali, tannolar orqali uni biz maxsus idishlarga, suv yig'adigan bir yo'mqis deymizmi, bochka deymiz, shu yerga yo'naltirgan holatda va bugungi kunda xo'jalik mollarimizda 100 ming so'm, 200 ming so'm atrofida filtrlar, suv filtrlari sotyapti. Mana bu to'plagan yomg'ir suvlarimiz mana bu filtrlardan o'tkazgan holatda bemalol buni biz texnik suv sifatida ishlatsak bo'ladi. Yana bir shunaqa ko'p yurtdoshlarimizdan savol bo'lgan, ya'ni siz buni yomg'irgarchilik paytida yog'gandan keyin uni yozga qanaqa qilib saqlab tursak bo'ladi degan. Bular to'g'ri savol bildirgan. Yana shunaqa narsa bor. Mana biz bu loyihamizni boshlaganimizdan keyin qo'shni davlatlarimizda, mana misol uchun Turkiyadagi mehnat faoliyatini olib borayotgan, o'qiyotgan yaqin tanishlarimiz tomonidan shunaqa bir texnologiyalar jo'natdik, ya'ni 1 tonna suvga kapsulasi bor ekan. Bizning suvimizda 3000 so'm bo'lar ekan. Shu bitta kapsulani 1 tonna suvga solib qo'yadigan bo'lsak, 1 oy davomida uni aynamasdan yoki sifatini o'zgartirmasdan saqlab tursa bo'ladi. Ushlab bersa bo'ladi. Salomatlik uchun ham zarar. Salomatlik uchun zarar bo'lmaydi. Faqat texnik suv sifatida ishlatganda. Endi biz buni suv tejuvchi texnologiya sifatida ko'rayotgan bo'lsak, mana bugun yomg'ir yog'di. Biz kerakli idishga misol uchun 1 tonna suvni yig'ib oldik va ertangi kun yomg'irgarchi tugagandan keyin to'plagan suvimiz o'sha kundan boshlab turib ishlatsak bo'ladi. Ya'ni boyagi tozalik ishlariga yoki avtomashina yuvishga yoki kir yuvishga ishlatsak bo'ladi. Ertasi kundan boshlab ishlatsak, o'sha kuni boyagi davlatimiz tomonidan har bitta xonadonga shu quvurlar orqali tortib kelgan toza ichimlik suvini o'sha kundan boshlab tejashimizga olib keladi. Ya'ni yomg'ir suvlarini to'plab turib bir yil 12 oy davomida ishlatish imkoniyati yo'q, lekin to'plagan kunimizdan ertasidan boshlab, kerak bo'lsa o'sha kundan boshlab turib boyagi toza ichimlik suvini tejab, boyagi texnik suv sifatida yomg'ir suvidan foydalansak bo'ladi. Toshkent viloyatida ham tajriba tariqasida bitta xonadonda sinab ko'ryapmiz dedingiz. U yerda jarayon qanaqa ketyapti? Qancha yig'ilyapti suv? Mana Toshkent viloyatining Parkent tumanida boshlaganmiz. Aynan shu narsa bugungi kunda shu respublikamizda bir amaliyot sifati yo'qligi uchun Parkent tajribasida biz hozir bunga birlamchi nom berdik va bugungi kunda shu 180 kvadrat tom qismiga ega bo'lgan xonadonni tanlab oldik. Shu bilan birgalikda bu xonadonda quyosh paneli ham o'rnatdik va boyagi 4 ta tomondan quvurlar deydi, ya'ni tarnovlarni, bitta tarnovni biz hisoblab ko'rdik. Mana aprel oyining boshida yog'gan, bir kecha kunduzda yog'gan yomg'ir orqali 2 tonna suv bitta tarnovdan yig'ib oldik. Shunaqa tarnovdan 4 ta bor. Bittasidan 2 tonna yig'ilgan bo'lsa, agar biz 4 tasiga shunaqa
maxsus bochkalarimizni o'rnatganimizda bir kecha kunduzi o'zi 8 tonna suvni yig'ib olgan bo'ladi. Endi u suvni yig'ib olganimizdan keyin 1 tonna suvni o'sha xonadon egasi bir hafta davomida texnik suv sifatida ishlatdi. Mana ko'rib turibmiz, agar 1 tonna suvni bir haftada ishlatadigan bo'lsa, bir oy davomida 4 tonna suvni bitta xonadon tejab turibdi. Agar bu narsani biz 100 ta yoki 1000 ta xonadonga ko'paytiradigan bo'lsak, ko'rib turibmizki, ichimlik suvini tejashga yaxshi bir samara beradi. Bu oddiy qurilmalar asosida yig'ib olib va nasoslar orqali, quyosh panelidan olgan energiyamiz orqali kerakli joyga yetkazib berishga yaqindan yordam beradi. Hozir baribir ko'pchilikda mana fikr bor, ekologiyada endi o'zgarishlar, jiddiy o'zgarishlar bo'layotgani, harorat keskin ko'tarilib borayotganligi sababli yog'ingarchilik ham kamayib, qurg'oqchilik ortib boryapti deyiladi-da. Mana yildan yilga yog'ingarchilik haqiqatda kamayib boradigan bo'lsa, qanaqa holat bo'ladi? O'zi hozirgi holat qanaqa? Yiliga necha marta yog'adi yomg'ir? Yiliga mana yuqorida ham aytdik, eng ko'pi O'zbekistonimizda Jizzax viloyatiga to'g'ri kelgan, 86 kun yog'gan bo'lsa, shu qatori boshqa hududlarimizga yog'gan. Ya'ni eng qurg'oqchilik hududlarimiz bu Navoiy hududiga to'g'ri keladi. Yil davomida 12 marta yomg'ir yog'gan. Ya'ni ko'rib turibmiz, bizda 14 ta hudud bo'ladigan bo'lsa, barcha hududlarimizda yomg'ir va qor yog'lari yog'ib o'tgan va bu narsadan bemalol suvlarni to'plab turib ishlatsak bo'ladi. Ya'ni bu narsa bizni katta natijaga erishmasligimiz mumkin, lekin shu aholimizda mavjud tabiiy resursdan oqilona foydalanishga olib keladi. Yana bitta ma'lumot aytsak bo'ladi, mana xorij tajribasiga to'xtaladigan bo'lsak, eng ko'p yomg'ir yog'adigan bu dunyo bo'yicha Hindiston davlati to'g'ri kelar ekan. Bu yerda 200-220 kun yomg'ir yog'adi. Bu yerda tajribasi, ya'ni yomg'ir suvidan to'plab foydalanish tajribasi juda yuqori hisoblanadi. Yoki eng kam yomg'ir yog'adigan bu Saudiya Arabistonining cho'l hududlariga to'g'ri keladi. Ularda ham xuddi O'zbekistonga o'xshab, shu cho'l hududimizga o'xshab yilida 10 yoki 12 marta yomg'ir va qorlar yog'adi va u yerda kam yomg'ir, qor yog'sa ham u yerda boyagi yomg'ir va qor suvlarini to'plab samarali foydalanish texnologiyasi yo'lga qo'yilgan. Endi bizning maqsadimiz ham ana shu respublikamiz bo'yicha asta-sekinlik bilan bu pilot loyiha sifatida qaysi bir hududni tanlab olib, uni yig'ib turib samarali foydalanib, qancha iqtisodiy jihatdan qancha ichimlik suvini tejashini hisob-kitob qilgan holatda keyingi hududda etapma-etap, ya'ni bosqichma-bosqich boshqa hududlarimizda joriy qilsak bo'ladi. Juda ham yaxshi. Mana iqlim o'zgarishi, kunni isib borishi nafaqat yog'ingarchilikning kamayishiga, balki muzliklarning qisqarishiga, erishiga sabab bo'lyapti. Bu jarayon Amudaryo, Sirdaryoga qanchalik ta'sir o'tkazyapti? Buni to'g'ri aytasiz. O'zi siz aytgandek, iqlim o'zgarishi, yog'ingarchiliklar kam yog'ganligi, boyagi ichimlik suvga bo'lgan ehtiyojimiz oshib borishidan kelib chiqqan holatda bu loyihani biz taklif qilyapmiz. Yana bir raqamga to'xtaladigan bo'lsak, mana 2025-yil aynan 8-aprel holatiga O'zbekiston aholisi 37,7 million kishini tashkil qilgan va aynan shu sanada 2026-yilda hisoblaydigan bo'lsak 700 ming nafarga ko'paygan. Ko'rib turibmiz, O'zbekiston aholisi yildan yilga oshib bormoqda. Lekin suvga bo'lgan ehtiyojimiz oshgan sari, lekin boyagi suvimiz o'sha bizga turibdi. Ya'ni shunaqa ma'lumot bor. Bu ham suv ta'minot tomonidan taqdim etilgan. O'zbekistonimizdagi ichimlik suvining 20% o'zimizning ichki resurslarimiz asosida shakllangan va 80% suvlarimiz bu transchegaraviy, ya'ni qo'shni davlatlarimizda yog'gan yomg'ir, qor va ulardan kelgan daryolar orqali bizga O'zbekiston hududiga kirib keladi. Mana bu narsalar orqali biz ham joriy qiladigan bo'lsak, albatta ichimlik suvini tejashga olib keladi. Endi mana bilamiz, bugungi kungacha biza media savodxonlik, moliyaviy savodxonlik haqida juda ko'p gapirganmiz va shu haqida yoshlarimiz orasida, aholimiz orasida keng targ'ibot tashviqot ishlarini olib bormoqdamiz va endi shu savodxonlik orasiga men gidro savodxonlikni ham qo'shgan bo'lardim. Gidro savodxonlikning birinchi belgisi boyagi yomg'ir va qor suvlaridan unumli foydalanish va ichimlik suvlarini tejash degan narsani bir yoshlarning orasiga keng targ'ibot va tashviqot qilgan bo'lar edi. Mana targ'ibot jarayonida ham baribir birinchi qadamlarni tashlash kerak bo'ladi-ku. Nimalarni siz kundalik turmush tarzimizga shu targ'ib qilishimizni xohlagan bo'lardingiz? Misol uchun o'sha har kunlik foydalanilgan suvlarimizni boshqacha ishlatishimiz mumkinmi? Idishlardan foydalanish mumkindir. Oddiy qadamlardadir balki yechim. To'g'ri aytasiz. Mana birinchi navbatda mana bu narsani loyihani boshlagan paytimizda bugungi kunda eng ko'p suv iste'mol qiladigan yoki suvni sarflaydigan kichik tashkilotlar yoki qaysi bir qurilmalar ko'radigan bo'lsak, birinchi navbatda bugungi kunda barcha O'zbekistonimiz hududida avtomashinalar yuvish joylari bor, ya'ni avtomoykalar deyiladi. Ana shu joylarda biz bir kun davomida kuzatuv olib borganmiz. Eng kichik avtomoykalarda kuniga 30 tadan 50 tagacha avtomashina keladi va bir daqiqada boyagi zamonaviy avtomoykalarda 8 litrdan 18 litrgacha suv sarflanadi ekan. Agar bu loyihamiz ham boyagi asl ma'noda yomg'ir suvidan to'playdigan bo'lsak, bir kun bo'lsa ham shu avtomoykada toza ichimlik suvini emas, aynan yomg'ir suvini tejash orqali bu narsani joriy qilsak bo'ladi. Yana bir narsa bor, ya'ni bugungi kunda yashil xonadon
jumlasi ham keng yangilamoqda, ya'ni quyosh panellarini o'rnatgan xonadonlar bor. Endi albatta bizda kunlar isigan paytida yoki mana changli havolar bo'lgandan keyin quyosh panelining yuzini ham albatta changlar to'sib qolgan paytlar bugungi kunda ham biz to'g'ridan to'g'ri ichimlik suvi bilan uni maxsus qurilmalar orqali yuvishni boshlaganmiz. Agar biz bu sohaga ham boyagi yomg'ir suvlaridan foyda to'plab boyagi quyosh panellarini yuvish uchun ham aynan yomg'ir suvidan foydalangan bo'lsak, bu ham bir kichik miqdorda ichimlik suvini tejashga olib keladi. Hissasini qo'shgan bo'ladi. Hissasini qo'shgan bo'ladi. Shu o'rinda aynan O'zbekistonimizda 2030 strategiyasida ham aynan suv tejuvchi texnologiyani joriy qilish va ulardan unumli foydalanish bo'yicha bir yaxshi loyihalar etapma-etap, bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Shu qatori mana 2026-yil davlat dasturida ham bu jumlalar haqida, bu ishlar haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Ana endi bu soha bilan ham yaxshi bir natijalarga erishsa bo'ladi. Ya'ni yomg'ir suvi orqali ham ichimlik suvini tejashsa bo'ladi. Ya'ni boyagi gidrosavodxona orqali bu narsaga erishamiz. Xulosa o'rnida bitta savol bermoqchiman. Hech o'ylab ko'rganmisiz mana suvsiz nima bo'ladi? Mana suvsiz qolsak nima bo'ladi? Yoki mana shu suv bilan bog'liq masalalarga jiddiy qaramayotgan insonlarga e'tiborni qaratish uchun nima degan bo'lardingiz? Birinchi navbatda mana shunaqa narsa bor. Mana 2025-yilda ham kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida albatta shu elektr energiyasida bo'ladi, gaz ta'minotida bo'ladi yoki suv ta'minotidagi qisqa uzilishlar bo'lib turadi, ya'ni ta'mirlash ishlarini olib borganda. Mana o'zimiz boshimizdan o'tkazdik. Shu 2025-yilda suv ta'minotini ham o'zimiz hududimizda bir sutkaga suv o'chirganimizda o'zimiz ko'rdik, boshimizdan o'tkazdik, qanchalik qiynalganligimizni, qanchalik suvni qadri yuqoriligini ko'rdik. Endi shu o'rinda biz bugungi kunda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, Senati bilan boshqaruv samaradorlik agentligi bilan, suv xo'jaligi vazirligi bilan, suv ta'minoti bilan ko'rib turibmiz. Suvga bog'liq bo'lgan barcha idora tashkilotlar bilan bu loyihani yanada ommalashtirish, qonunchiligimizda aks ettirish bo'yicha ham ishlarini olib bormoqdamiz. Katta rahmat aytamiz suhbat uchun. Menimcha ko'pchilik uchun manfaatli bo'ldi. Bugungi kunda ekologiya bilan bog'liq, suv tanqisligi bilan bog'liq masalalarga e'tibor qaratishimiz juda ham zarur. Shu o'rinda chiqindilar masalasi ham bugun dolzarb. Bu bo'yicha biz sizga o'zimiz o'rnak bo'lmoqchimiz. Hozir chiqindilarni tashlab yubormagan holda undan foydali bo'lgan buyumni yasaydi Muxlisaxon Ubaydullayeva. Ko'rishingiz, tomosha qilishingiz, o'rganishingiz, agar kerak bo'lsa foydalanishingiz mumkin. Marhamat.